Assalomu alaykum ustoz. Hozirda Toshkent tibbiyot texnikumida qanday imtihon jarayoni ketmoqda? Assalomu alaykum. Bizda hozir Toshkent tibbiyot texnikumida amaliy imtihon, ya'ni diplom oldi amaliyotidan o'quvchilarimiz qaytib kelishdi. Endi bugun biz amaliy imtihonni boshladik. O'quvchilarimizga omad tilaymiz. Amaliy imtihonni ochiq deymiz. Imtihon qanday bo'ldi? Hayajonlanmadingizmi? Yo'q, bizning amaliyotimiz juda yaxshi o'tdi va amaliyot imtihonlari ham juda yaxshi olib borilmoqda. Hozirda necha baho oldingiz? 5 baho oldim. 5? Amaliyotdan, ha? Amaliy imtihonda. Amaliy imtihonda ham, nazariyda ham 5 baho oldim. Zo'r. Rahmat. Hozirda sizlarda qanday imtihon jarayoni ketmoqda? Assalomu alaykum. Hozirda bizda amaliyot imtihonlari ketmoqda. Hayajon bormi? Hayajon yo'q ochdi. Imtihondan necha baho olaman deb o'ylaysiz? Yaxshi tayyorlandingizmi? Da, tayyorlanganman. Xudo xolisi 5 olib chiqaman. Rahmat kattakon.